Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hammalarning Ramazanı mübarek olsun. Allah Ramazanımızı texim ma'nilik, ahmiyetlik ötkizishga nasib qilsin. Allah bu Ramazanda hammamizni ma'naviy jihatdan qayta bir tug'ilishga, Ramazandan keyin yangi bir hayot boshlashga, shundaqla Ramazanda to'plagan energiyamizni va kuchimizni yana uzoqcha ishlatishga Allah nasib qilsin. Bugun men sizlar bilan Payg'ambar alayhisolamning qisqa bir hadisi haqida o'zimning tushunchalarini o'rtoqlashmoqchi. Müslümanlar için hadisler ameliyatda xuddi qarang'uda mağan kişiga osmondagi yulduz qanday rol o'ynagan bo'lsa, musulmonlar uchun shundoq. Chunki hadislar zamondan, makondan halqagan haqiqatlarni ifodalaydi. Agar biz o'zimizning tafakkurini shu zamon, makondan halqagan hadislar asosida shakllantira olgan vaqtimizda, o vaqtda biz hayotdagi nurg'un qiyinchiliklarni, nurg'un masalalarni oson hal qila olamiz, tushuna olamiz, hatto tushuntira olamiz. Xuddi shuningdek hadislar yana qonga o'xshaydi. Men nima qilib qonga o'xshdimi? Chunki hadislar biz qazsaq ma'nosi tugamaydigan. Har qatim o'qigan vaqtda bizga yangidan ma'no beradigan shunday bir sehriy kuchga ega. Buni hadisni ko'p o'qiganlar, bu haqda texim o'ylanganlar cho'nqur his qila oladi. Bugun men sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan hadis Payg'ambar alayhisolamning qisqa bir hadisi. Buni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Hadisning arabchasi shu: La yuldagul mu'minu min juhrin vahidin marratayn. Bunun ma'nosi mümin bir qatim tushgan qopqonga ikkinchi qatim tushmaydi deganlik. Agar biz arabcha so'z bo'yicha tarjima qilgan vaqtimizda so'z ma'nosi bo'yicha mümin bir qatim chaqilgan teshikdan ikkinchi qatim chaqilmaydi degan ma'noda. Albatta biz bu hadisni yana bir qancha o'xshamagan jumlalar bilan ifodalay olishimiz mumkin. Masalan, bir mümin ilgirki xatoligini yana takrorlamaydi. O'xshash xatoliklarni takror sodir qilmaydi. O'tkazgan xatoliklardan ibrat oladi. Shu uning oldini oldi degan ma'nolarni tushunish mumkin. Bu hadisni tushunish uchun menimcha eng avval biz bu hadisning jumla xarakteri va uning islom qonunshunosligi nuqtasidan nimalardan derak berganligini avval oydinlashtirishimiz lozim. Birinchidan, bu hadis garchi o'zi bayon shaklida kelganda qilgan bilan, ammo bu o'z ichida bir amrni ifodalab kelgan. Nima uchun bunday deyman? İslam qonunshunosligida halol qilingan yoki harom qilingan narsalar ko'pincha ahvolda oyat, hadisdagi ait uchuq iboralar bilan ifodalanadi. Masalan, Alloh Qur'oni Karimda bunday deydi: "Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir." Buning ma'nosi sizlarga o'lib qolgan jasadlar, ya'ni mayitlar, ya'ni o'lib qolgan hayvonlar, qon va cho'chqa go'shti qatorliqlar harom qilindi degan ma'noda. Ya'ni mayada harrama degan, ya'ni harom qilindi degan ibora ait uchuq kelgan. Unda olganlikdan buning harom qilinganligi, shundaqla cheklanganligi shu so'zning o'zidan uchuq ko'zimizga tashlanadi. Ammo yana nurg'un oyatlarda va hadislarda qarmoqqa bayon shaklida, ya'ni bir narsani bayon qilyotdi yoki ma'lum bir sifatni tasvirlayotdi. Ammo bu sifatni tasvirlaganda qilgan bilan uning ichida bir tashabbus, bir buyruq, bir rag'batlantirish bor. Masalan, Qur'onda yana bir oyat bor: "Vel mu'minuna vel mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din." Bunun ma'nosi er müminler ve ayol müminler ba'zisining do'sti, ba'zisining qarindoshlari degan ma'noda. Bu qarmoqqa bayon deganimdek bir bayon shakli kelgan. Ammo u müminlar birisi bilan qarindosh bo'lish kerak, do'st bo'lish kerak deydigan bir tashabbus va amrni o'z ichiga olgan. Masalan, Payg'ambar alayhisolamning yana bir misolini olaylik. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'd. Bunun ma'nosi müminlar birisiga nisbatan xuddi binoga o'xshaydi. Birisini chingitib turdi. O'xshashlar buningdimi? Müminlarning bir binoga o'xshaydiganligini tasvirlamasdan, müminlar xuddi binoning parchalariga o'xshash birisini qo'llasin, chingitsin. Shunda bo'lganda anandagi müminlar jamiyati texim mustahkam bo'ldi degan ma'noni o'ziga oldi. Ya'ni bir müminga nisbatan sen bu binoning bir parchasi, cho'qim birisini chingitib turishing lozim degan bir buyruq bu hadisning ichida bor. Xuddi shunga o'xshash bu hadisda müminlar bir katakdan ikkinchi qatim chaqilmaydi deganlikning ma'nosi, müminlar bir qatim qiltoqqa tushgan bo'lsa, ikkinchi qatim tushmasin. Uning oldini olsin, uningdan saqlansin. O'xshash xatolikni takror sodir qilmasin deydigan bir buyruqni o'ziga oldi. Men eng avval buning buyruq ekanligini atayin ta'kidlashimning sababi shu. Agar biz buni nuqul bir bayon deb ham tushunib qolgan vaqtimizda, uning ichidagi bu amirni, bu buyruqni tunib yetmasak vaqtda bu hadisga bo'lgan tushunchimiz sal yuzaki qilib qoldi. Bu hadis bizning harakatimizga,
harakat prinsipimizga aylanmaydi. Hadisni o'qishdan maqsad uni yodlash, bilish emas. Eng muhimi biz har bir hadisdan hayotimizni qanday o'zgartira olamiz. Bu hadis bizning hayotimizga nisbatan nimalardan darak beradi? Biz mana shuni tushungan vaqtimizda andan keyin biz buni harakatimizda amaliy yetakchi qila olamiz. Bizning harakatimizga kompas qila olamiz. Ezib qolgan vaqtlarimizda, bayam deganimga o'xshash, xuddi osmondagi yulduzlar ezib qolgan odamga yo'l ko'rsatganiga o'xshash, bu hadislarmi bizga shu vaqtda yo'l ko'rsatadi. Endi ikkinchidan, biz yuqorida bu hadisning bir emir ekanligini tushunib o'tdik. Unda olgandan keyin unda da bu nimaga buyuruydi? Menimcha eng avval bizni tarix o'rganishga buyuruydi. Nimishqa? Bunun sebebi nihayet oddiy. Agar biz ma'lum bir kishi tarafidan aldandik deyli, ma'lum sabablar tufaylidan, balkim tijoratda yoki do'stlikda yoki boshqa ishda. Kelar qatim biz yana shu kishi bilan ro'bro kelgan vaqtimizda yoki shu kishi bilan yana bir ishni birga qilishga to'g'ri kelgan vaqtimizda, undan aldanmaslik uchun eng aqalli bizda nima bo'lishi lozim? Biz oldingi qatim aldanganligimizni unutib qolmasligimiz lozim. Ya'ni u aldanish bizning esimizda turishi kerak. Agar uning esimizda bo'lmasa, agar biz buni unutib qolgan bo'lsak, o chaqda ikkinchi qatim yana aldanishimiz mumkin. Agar ikkinchi qatimni unutib qolsak, uchinchi qatim yana aldanishimiz mumkin. Yana aldanmaslik uchun tekrar bir qatta keyin sakrmaslik uchun chuqum tunji qatimliq tajribamiz bizning mingimizda bo'lishi lozim. Uning uchun qanday qilamiz? Albatta tarixni o'rganamiz. Ya'ni bizning eng dastlabki kechirishlarimiz, dastlabki xatoliklarimiz, dastlabki aldanishlarimizni izlaymiz, tadqiq qilamiz, varaqlaymiz. Nima uchun aldandik? Qanday aldandik? Kimlar tarafidan aldandik? Qanday yerda aldandik? Qachon aldandik? Biz mana bu tafsilotlarni tafsiliy o'rgangan, bilgan vaqtimizda tarix orqali. Andan keyin biz oldingi qatim tushgan qopqonga ondan tushmasligimiz mumkin. Agar bunday bo'lmay qolsa, biz yana tushishdan qochib qutulmaymiz. Shunlashqa avval tarix bilmasak, tarix o'rganmasak, biz bu xatolikni yana sodir qilaveramiz. Endi bu nuqtada yana ta'kidlaydigan bir muhim mazmun shu. Biz tarix o'rganish orqali nuqul o'zimizning xatoliklarini emas, balki boshqalarning xatoliklarini o'rganishimiz lozim. Ya'ni shuni ko'rishimiz lozim. Chunki bir inson mesela xatolikdan ibrat oldi, oldingi qatimga aldanishni uni bir tadqiq qilib, undan dars chiqadi deyilsa, u nuqul chuqum o'zining beshidan o'tgan bo'lishini atayin. Masalan deyli, men bir do'stim bilan chiqdim bir cho'lga. Haqiqatan u cho'lda bu do'stim bir katakka kirib ketib, uning putini bir yilon chaqib olgan bo'lsa, men uni ko'rgan bo'lsam, mening shu do'stimning putidan chaqilganligi mening dars erishimga yetarli. Endi meninkini tiqsam chaqmay qolarmiki deb mening putimni yana tiqib beqishim, yilon chaqqan katakka, u mening qapoq boshlig'imdan boshqa narsa emas. Shunga aqlli kishilar o'zining tajribalaridan dars ola oladi. Ammo haqiqiy aqlli kishilar boshqalarning tajribalaridan dars ola oladi. Endi uchinchisi, tarixni yezib qoldirishning muhimligi chiqadi. Men hozir tarix o'rganishning muhimligini ta'kidladim. Endi tarix o'rganish uchun qanday qilish kerak? Uni yezib qoldirish kerak. Agar yezib qoldirilmasa, vaqtda biz tarixni o'rganolmaymiz. Agar biz yezib qoldirilgan tarix emas, ig'izdan ig'izga tarqab kelgan rivoyatsimon, cho'jaksimon, afsonaga o'xshash tarixga asoslansak, aslida tarixmi deyilmaydi. Ya'ni og'zaki rivoyatlar asosida kelgan ushurlar orqali biz tajriba saboq chiqarmoqchi bo'lsak, biz chuqur xatolashimiz. Chunki biz to'g'ri bir natijaga erishishimiz uchun chuqur bizning qo'limizda to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak. Biz shu to'g'ri ma'lumot, to'g'ri ushurlarni to'g'ri bir mantiqiy zanjirda bog'lay olgan vaqtimizda, andan keyin biz to'g'ri natijaga erisha olamiz. Bu to'g'ri natija bizni to'g'ri harakatga olib boradi. Uning uchun ig'izdan ig'izga tarqalib kelgan nurg'un rivoyatlar o haqiqiy tarix bo'lmaydi. Shunlashqa tarixni o'rganish kerak degan vaqtda tarixni yezib qoldirish lozim degan gap chiqadi. Masalan, biz bir avlod bo'lib sifatimiz bilan ajdodlarimizning tarixini o'rganamiz. Uni varaqlaymiz. Ammo biz ozroq vaqt o'tgandan keyin bizni ajdodga aylanamiz. Bizni o'zimizning avlodlarga qoldirib qo'yishimiz kerak. Unda bo'lgandan keyin biz o'zimizning xatoliklarini, o'zimizning aldanganlarini, o'zimizning ketkizib qo'ygan taraflarini yezib qoldirib qo'ysak, bizning avlodlarimiz biz sodir qilgan xatoliklarni tekrar sodir qilmasligi mumkin. Biz yana bir tarafni o'ylab boqaylik. Biz tarixda yuz bergan ishlar haqidagi og'zaki rivoyatlarni qo'yib turaylik. Uning naqadar xilma-xil, naqadar ishonchsiz ekanligini. Masalan, o'zimiz yashayotgan mushu kunda ma'lum bir shaharda, hatto biz yashayotgan bir shaharda ma'lum bir voqea yuz bersa. Masalan, birisi yutilib qolibdi ekan yoki qizib qolibdi ekan, doktorxonaga ketibdi desa, biz hozirgi qiziqchilikni nima deb o'ylaymiz? Yoki bu gap qanday taqilishi mumkin? Darhol paloni koronavirusi bo'lib qolibdi ekan deb taqilishi mumkin. Ya'ni bir necha ig'iz qalmashgandan keyin ularning oilasining hammasini doktorxonaga olibdi. Hammasi koronavirusi bo'lib qolibdi deyishimiz mumkin. Ya'ni og'zaki taqalgan gaplar ishonchsiz.
yezib qoldirish tarixda favqulodda muhim. Endi to'rtinchisi, bu hadisdan qanday mazmun chiqadi? Bu hadisga diqqat qilgan bo'lishimiz mumkin. Bu yerda mu'minlar degan bir kalima ishlatilgan. Mu'min deganning ma'nosi iymon etgan odam degan gap. Ya'ni bu yerda Payg'ambar alayhisalom bu hadisida mu'minlarni sizlar aqlli bo'linglar deyaptilar. Aqlli bo'lish degan nima? Aqlli bo'lish bir abstrakt tuxum. Agar biz buni taxmin konkret tushunishni xohlasak, menimcha bu shu o'tkazgan xatoliklarni xulosalash va ikkinchi qatim bu xatolikni takror sodir qilmaslik. Birinchi qatim aldangan bo'lsa, ikkinchi qatim yana takror aldanmaslik va bundan dars chiqarish, andan keyin bir odamning aqlliq yoki emasligining bir o'lchim bo'la oladi deb o'ylayman. Endi bu yerda shuni o'ylab boqaylik. Bu yerda Payg'ambar alayhisalom bir mu'minning aqlli bo'lishini uning iymoni bilan bog'layapti. Uning iymoni bilan bog'layapti. Ya'ni mu'minlar bunda qilmaydi. Ya'ni o'xshash xatolikni takror sodir qilmaydi. Oldini yemaydi, tushgan katakka tushmaydi deyapti. Buningdan aqlli bo'lishning normal bir sifatli bo'lmasdan, balki bizning dinimiz talab qilgan, hozirlashimiz kerak bo'lgan bir safa ekanligi kelib chiqadi. Endi 5-inchisi, dal buning ta'tirisini so'zlaymiz endi. Biz hozir aqlli bo'lishning islom talab qilgan bir sifat ekanligini so'zladik. Unda da tabiiylan buningdan nima kelib chiqadi? O'shada 4 kalva bo'lishning islom ayıplagan bir yomon sifat ekanligi kelib chiqadi. 4lik kalvalik, men bayon so'zlaganimga o'xshash bir xatolikni takror sodir qilsa bir odam. Biz bunday odamlarni aqlli deyarlardik. Masalan, siz bir tijoratchi. Bir bilan tijorat qildingiz, ammo sizni qo'yib ketdi. Jiq pulingizni aldab olib ketdi. Ammo 1 yil yoki 2 yildan keyin bu odam bilan yana qayta tijorat qilgan vaqtingizda siz o'zingizning hushyorligini bo'shitib, oldin qitimliq burningizga suv kelganliklarini hammani unutib qilib, yana o'xshash xatolikni sodir qilsangiz, yana aldanishingiz mumkin. U vaqtda siz kimdan qaxshay olasiz? Hech kimdan qaxshay olmaysiz. O faqat o'zingizning kalvaliqidan boshqa narsa emas. Endi bu yerda aniq 4lik kalvalik haqida azroq bir to'xtalib o'tay. Menimcha 4lik bilan bilimsizlikdan azroq farqi bor. Bir odam bilimlik bo'la olishi mumkin. Masalan, nurg'un ma'lumotlarni yodlab, nurg'un uchurlarni egallash bilan biz bu odamni bilim doirasida keng, jiq narsani biladi desak bo'ldi. Ammo buning shunday jiq narsalarni bilganligi, uning bilim doirasi keng ekanligi, uning uchur ma'lumotni ko'p yodlaganligi, uning cho'qim aqlli ekanligini, kalva emas ekanligini bildiradi. Menimcha notayin. Chunki tarixdagi tajribalar va bugungi nurg'un reallik bunda bir narsa ko'rsatadi. Bir odam o'zi egallagan uchurlarining ko'pligi bilan aqlli bo'lolmaydi. Agar u o'zining uchurlarini, bilimlarini, uning qimmatini haqiqiy bilmasa, egallagan uchurlarini bir mahsulotga aylantira olmasa, shu uchurlar orqali reallikda asqatadigan bir narsani o'tirib qo'yamasa, biz bunday kishilarni haqiqiy aqlli kishilar demaydi ekanmiz. Masalan, biz nurg'un bilimli kishilarning noiti odamning aqliga sig'maydigan qapoqboshliklarini, do'tliklarini ko'rdik va reallikda ko'ryapmiz. Demak, bu hadismi bizga ya'ni kalva bo'lmanglar, mu'minlar, iymon etgan kishilar sizlar qapoqbosh bo'lmanglar. Bir mu'minga nisbatan do't bo'lib qilish, kalva bo'lib qilish bir nomus qilishga tegishli ish. Bu mu'minlikning yuziga tushirilgan bir dog' da'vatidir. Endi 6-inchisi, bu hadisdan menimcha insonning aql parosatining tajribalar orqali ko'paydiganligi chiqadi. Qarmoq buni oddiy gap bilinishi mumkin bizga. Ammo bu oddiy gap amaliyotda nurg'unlarimiz reallikda haqiqiy cho'nqur tushunmaydigan, o'zimizning bir turmush prinsipiga aylantirilmagan bir oddiy gap. Agar biz o'zimizning aql parosatining beshimizdan o'tkazgan kashfishlar ustida bir cho'nqur o'ylanish orqali, atrofli xulosa chiqarish orqali texmi uning mo'llashadiganligini tushungan vaqtimizda, uning shunday bir qonuniyat ekanligini his qilgan vaqtimizda, menimcha turmushimizda biz buni bir turaqlashgan tafakkur odati qilib qo'llana olamiz. Shuning bilan bizning shaxsiy turmushimizdagi madda nurg'unlagan ushaq-tushak ko'ngilsizliklar, dishvorchiliklar, xafachiliklar avtomatik yo'qolib ketishi mumkin. Biz bundan saqlana olishimiz mumkin. Masalan, bunda bir narsani tilga olaylik. Men hayotimda bunda ota-onalarni ko'rgan. Masalan, ayol ikkisi bir safarga chiqmoqchi yoki sirtqa chiqmoqchi. Ayoli har doim kiyim-kechaklarni kiyib bo'lmaydi yoki boshqa ishlarni tugatib bo'lmay, kechikib qoldi. Buni saqlab, jilvolab, shuning bilan ikkiyadan takallashib qoldi, janjallashib qoldi. Ammo haftadan keyin yana bir yerga bormoqchi bo'ldi. Hafta burun jidallashganga o'xshash, mushqatim meni o'xshash jidallashadi. Sabab o'xshash. 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyin, hatto 10 yil, 15 yil mana shu o'xshash sabab bilan jidallashayotgan nurg'un kishilarni men ko'rgan bilaman. Agar bizning kallamizda bu oldingi qatim o'tkazgan xatolik haqida o'ylanish lozimki degan bir ong tushuncha shakllangan bo'lsa, hech bo'lmasa yana bir qatim safarga chiqishdan burun biz oldingi qatim ma sabab bilan so'qishib qolgan to'q, takallashib qolgan to'q, endi biz sal balduroq tayyorlik qilaylik. Yoki
Aşı soğuşan kalışın aldığını eliş için mındak kılayla deyilgan bir tedbirini aşı Erkut'un kullangan buldu. Ama onda bir an, onda bir tefekkür adeti bulmaganlığı için okşaş bir sebep tüpeyeldin. Net yıl canjallaşılan bir adet şekillenip kalgan. Mesela yeni bir addi misal. Mesela biz ballarımızı bazağa gelip çıkımız. Biz ballarımızı bazağa gelip çıkan vakitte en köp uçuraydıgan, beşimizden en köp kildiğin hapılaklığın birisi nime? Ballarımız bizden bazada uçurgan nesini epbegi dep hapsaldı. Yak desek ademci kıyada belki özünü taşlayıp etip yığılışı mümkün. Haydi yığılap hapselishi mümkün. Şunlarla biz bazada tenkıslıkta kalımız. Şunlar nimdeyimiz ballarımızga hep muşqetip ep birme. Endi seni ikinci kadın bazağa çıkmaya deymiz. Ama ikinci kadın qanday qilamiz? Yana bazağa chiqaveramiz. İkinci qatim chiqqan vaqtda yoki uchinchi qatim chiqqan vaqtda. Aldınғы qatim men ballarımla bazağa chiqqan vaqtda u munda hapsagan idi. Bugun hapsamaslik uchun nima ish qilishim kerak deganda o'ylansaqchi. Mushu yoqda astoydilroq bir tadbir qo'llansaqchi bazağa chiqishdan burun. Balkim to'liq muvaffaqiyatli bo'lmasimi? Meningcha, yana texmi masalaning eg'irlashib ketishini, balaning haddidan ziyod bek hapselishining oldini chuqum ola olamiz deb o'ylayman. Ya'ni mana mushu xil oddiy bir tafakkur odati aqlimizning tajribalari orqali texmi mo'llashadiganligidan iborat bu tafakkur odati. Yoki mushu haqiqat bizni o'zlashgan vaqtda biz mana mushu turmushimizni texmi go'zallashtirish uchun ishlatalaymiz. Hamda 7-si, bu nihoyat muhim. Xatoliklarımızdan xulosa chiqarishning lozimligi chiqdi. Men boshda tarixni o'rganish kerak dedim. Tarixni yezish kerak dedim. Hamda biz tarixni xotirlab qo'ydik, yezib qo'ydik, yodladik. Ammo xatoliklar ustida maxsus o'ylanmasak, u haqda inchki tadqiqot qilib bo'lmasak, u oldingi qatimliq aldanishimizning konkret omillerini, tafsilotlarini inchki bir tekshirib chiqmasak, meningcha biz yana dars olmaymiz. Yana saboq olmaymiz. O'xshash xatolikni sodir qilishimiz mumkin. Mesela bizning tariximizda, yaqinqi zaman tariximizda nihoyat ro'shan bir misol bor. U qaysi? Temur Xalifa bilan Xo'janiya Zojimning voqeasi. Hammamiz bilamiz, Temur Xalifa Urumchiga elib ketilgandan keyin shu yerda o'ldirildi. Ya'ni o'stirilib o'ldirildi. Endi Xo'janiya Zoji Temur Xalifaning nimasi? Eng yaqin saptishi. Temur Xalifa uning yetakchisi, yo'lboshchisi. Xo'janiya Zojim Temur Xalifaning beshidan o'tgan shu kechirmishlarni bevosita biladi. Hatto shahid desakmi, menimcha xato bo'lmaydi. Ammo o'xshash qismatni, ya'ni bir qancha yil o'tgandan keyin Xo'janiya Zojim takrorladi. Endi bundan men qanday xulosa chiqara olishim mumkin? Menimcha Xo'janiya Zojim Temur Xalifaning xatoligini yoki oldingi xatolikni to'g'ri o'ylanmadi yoki u haqda to'g'ri xulosaga kelmadi va yoki u masala haqida faqat o'ylanmadi. Yana takrorlab shuni ta'kidlagim keldi. Bu xatoliklarni xulosa chiqarish bir millatga nisbatan emas, bir shaxsga nisbatan intayin muhim. Agar biz oldingi qatimliq imtihonda tuvan olsak, men oldingi qatim vaqtida takrorlamaganligim uchun yoki takrorlagan usulim to'g'ri bo'lmaganligi uchun men imtihon toza yuqori olmay qoldim. Endi bundoq qilay deyalsakchi, menimcha biz yaxshi natijaga erishishimiz mumkin. Agar bir tashkilot, bir davlat, bir millat o'zining tarixidagi xatoliklarni tekshirib chiqib, ko'rib chiqib, u haqda tafsiliy bir dars chiqarsa, menimcha buguni va kelgusi texmi parlaq, texmi go'zal bo'ldi. Hamda 8-si, biz bu hadisning yana bir muhim qonuniyatni keltirib chiqara olamiz. U bo'lsa-mu, xatoliklar takrorlanadi. Nima uchun shunday deyman? Chunki bu hadisning o'zi, ya'ni bir mo'min bir qatim tushgan qopqonga ikkinchi qatim tushmaydi deganlikning o'zidan mushundoq bir hodisaning insonlarning hayotida mavjud ekanligini bildirdi. Chunki oyat va hadislardagi cheklangan ishlar amaliyotda shu cheklangan ishning mavjud ekanligidan an cheklanadi. Agar undoq bir ish mavjud bo'lmasa, u vaqtda buni cheklashning nima hojati? Masalan, yuqorida o'lib qolgan hayvonning qonning va cho'shqi go'shining harom ekanligini so'zladik. Allah nima uchun uni harom qildi? Chunki insonlarning orasida shu narsalarni yeydigan bir reallikning mavjud ekanligidan u harom qilinadi. Demak, biz bu hadisdan xatolikning takrorlanganligini his qila olamiz, ko'rib yetalaymiz. Tarix ilmida bunda bir talash tortish bor. Tarix takrorlanadi yoki takrorlanmadi deydigan. Ba'zi tarixchilar qaraydi, takrorlanadi deydi. Yana ba'zi tarixchilar tarix tuzsizlik liniya bo'yicha oldi qarab mengayverdi, bu takrorlanmaydi deydi. Bunun qaysining to'g'ri ekanligini talashmayli biz. Ammo hech bo'lmasa biz tarix to'liq o'z shakli bo'yicha takrorlanadi deganni qabul qilmasakmi, ammo tarixda o'tgan xatoliklarni takrorlanganligini biz bu hadisdan keltirib chiqara olamiz. To'g'ri. Birinchi qatimliq xatolikqa yoki birinchi qatimliq aldanishga va ikkinchi qatimliqqa o'xshamasligi mumkin. Uning shakli o'xshamasligi mumkin,
vaqti o'xshamasligi mumkin, hatto bizni aldigan odamni o'xshamasligi mumkin, uning o'rni o'xshamasligi mumkin. Shundaqla aldanishning hajmi, vazni o'xshamasligi mumkin. Ammo uning mohiyati o'xshash bo'lsa, uning xarakteri o'xshash bo'lsa, demak u o'xshash xatolik, o'xshash aldanish desak bo'laveradi. Chuqum uning shaklining hamma yerining o'xshash bo'lishining hojati yo'q. Xarakteri va mohiyati o'xshash bo'lsa yetarli. Endi bizning yengimizda shu xatolikning takrorlanganligidan iborat shu qonuniyat mavjud bo'lsa, menimcha bizning tafakkurimiz zo'r darajada o'zgaradi. O vaqtda biz o'zimizning xatoliklar haqida texmi hushyor bo'lamiz, uningdan dars olish, savoq chiqarish uchun texmi oldiraymiz. Endi 9-mazmun shu xatolikdan xulosa chiqarish bir xizmat odatiga va bir tafakkur odatiga aylanishi lozim. Men bu mazmunni yuqorqi nuqtalarni so'zlagan vaqtda az-to'la imo qildim. Mening buni atayin bir modda qilib ayirishimning sababi shu. Agar biz buni bir muhim xizmat odati qilmasak yoki bir tafakkur odati qilib o'zimizga o'zlashtirib olmasak, o vaqtda biz yana xatoliklarımızga nisbatan sal qaraymiz. Uningdan dars chiqarishga sal qaraymiz. Agar bir organda, mesela bir tashkilotda deylik, bu shunday bir xizmat prinsipi bo'lsa, qanday bo'lishi mumkin? Menimcha ular bu yil sodir qilgan xatoliklar haqida shu oyda yoki shu yilning oxirida astoydil xulosa chiqarib, uni kelayli sodir qilishdan saqlanishi mumkin. Bir odammi shundoq. Mesela yil oxirisida o'zining bir yillik hayotini xuddi kinoga o'xshash qayta bir kallasini o'tkazgan vaqtda yoki hayot haqida bir xulosa chiqargan vaqtda menimcha u muvaffaqiyatlarini o'ylaydi, mag'lubiyatlarini o'ylaydi. To'g'ri qilgan ishlarini va xato qilgan ishlarini bir tizimlikka tizib chiqishi mumkin. Mana shu vaqtda xatoliklar haqida tafsiliy o'ylansa, menimcha kelgusidagi hayotida o xatoliklarning zo'r bir qismi azayishi mumkin. Agar bu turaqliq bir odatga aylanmagan vaqtda bu xatoliklardan saqlanish yoki ziyon tortishning oldini olish amalga oshmaydi. Mening buni yana bir atayin bir modda qilishimning bir muhim sababi biz maqsad nuqtasidan qaragan vaqtimizda. Ya'ni maqsad nuqtasi deganimiz bu hadisning maqsadi nima? Bizga faqat buni so'zlab qo'yish emas. Ya'ni ziyon tortmanglar. Ya'ni tekrar aldanmanglar demakchi. Unda tekrar aldanmaslik uchun, ziyon tortmaslik uchun o taqozo qilgan vositalarni qo'llanishimiz kerak. Shunlashqa agar bu xil xatoliklarni xulosa chiqarishdan iborat bu xil xizmat usuli bizda muqimlashmasa, bizning tafakkurimizga aylanmasa, o vaqtda biz bu maqsadga yetolmaymiz. Ya'ni tekrar aldanmaslikdan iborat maqsadga yetolmaymiz. Shunlashqa maqsad e'tiboridanmi bu intayin muhim. Chunki maqsadlar shu maqsadga yetadigan vositalarni vojib qildi. 10-si o'tmishdagi xatoliklardan va aldanishlardan xulosa chiqarishning siyosiy va harbiy sohada boshqa sohaga qaraganda texim muhim ekanligini keltirib chiqara olamiz. Nimishqa? Biz bu hadisning orqa ko'rinishiga qarab boqaylik. Payg'ambar alayhisolamning biz Uhud g'azotini bilamiz. Payg'ambar alayhisolam va sahobalar Uhud g'azotida mag'lub bo'lgandan keyin atsi bulayni qaytadan tashkillanib mushriklarning keyniga tushdi. Keyniga tushib Hamraul Asad degan yerga kelgan vaqtda yo'lda yetib qolgan ya uxlayotgan yetig'liq bir odamni uchirdi. Qarasa bu Makka mushriklarining Abul Azza degan odam. Shuning bilan buni tutib oldi ular. Bu asirga tushib qolgandan keyin Payg'ambar alayhisolamga yolvorib o'zini qo'yib etishini tilaydi. Muhammad endi meni qo'yib etgin, meni qo'yib etsang, asli mening bu Badrg'azotga chiqish maqsadim yo'qdi. Meni shu mushrik boshqalar besim qilib meni qo'rqitib olib chiqdi. Men majburiy chiqishga majbur bo'lib qoldim. Meni qo'yib etsang, men hargiz endi uningdagi undaq she'rlarni yozmayman deydi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisolam uning shu va'dasiga asosan ahdlashib uni qo'yib etdi. Ammo qo'yib etgandan keyin o Makkaga qaytib qolgandan keyin o'zining eski, ya'ni ko'ni odatini qayta takrorlaydi. Ya'ni davomli musulmonlarni masxara qilishga, islomni tushirib she'r yozishga boshlaydi. Bularning hammasini Payg'ambar alayhisolam bulardan xabar tepib turadi. Shuning bilan Bayanman degan Hamraul Asadda qo'lga ilingan vaqtda, ya'ni uning yana yalvorishiga qaramay, uning kallasini oldi. Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolam mushahidasini so'zlagan. Ya'ni mu'min bir katakdan ikkinchi qatim chiqilmaydi. Yani la yuldagul mu'minu min juhrin vahidin marratayn degan. Demak, bu bir urush. Yani Badr g'azoti va Uhud g'azoti islom tarixidagi davr bo'lgich urushlar. Biz buni hammamiz bilamiz. Bu hadisning orqa ko'rinishi shu. Agar biz shu orqa ko'rinish bilan bog'lab tushungan vaqtimizda, bu siyosiy, harbiy sohadagi xatolikning texmi muhim ekanligini, u haqda xulosa chiqarishning, u haqda dars olishning boshqa sohalarga qaraganda texmi muhim ekanligini va hal qiluvchi o'rin turganligini texmi tushuna olamiz. Chunki bu sohadagi xatoliklar bir odamning ziyon tortishi bilan tugab qolmaydi. U balkim bir millatni, bir davlatni vayron qilishi mumkin hatto.
Demek yukarıki sözlegenlerimizni kıskaça xulasalagan vaqtimizda menimcha bir qancha nuqtani yig'inchoqlay olishimiz mumkin qarindoshlar. Birisi, musulmonlar, müminler tarix o'rganish kerak, tarixini o'rganish kerak. O'zining emas, boshqalarning tarixini o'rganish kerak. Chunki insoniyatning ijtimoiy qonuniyati butkul insonlarga o'rtaq. O'rtaq tajribalardan foydalanish mumkinchiligimiz bor. Tarix eni bizning texima xatolikdan saqlanishimiz, to'g'ri yo'limizni tepib olishimiz uchun intayin muhim. Yezib qoldirishni bilib olishimiz kerak. Shundaqla xatoliklardan ders elish, u haqda tadqiqot elib berishni o'zimizning muqim bir odatiga, tafakkur odatimizga aylantirishimiz lozim. Mayli tashkilotlar, mayli shaxslar bunga favqulodda ahamiyat berish kerak. Shunda bo'lgan vaqtda balkim agar Alloh xolisa o'zimizning tirishchanlik orqali o'xshash xatoliklarimizni kelgusida takrorlamasligimiz, takrorlanib qolish ehtimolli bo'lgan xatoliklarning oldini ola olishimiz va saqlana olishimiz mumkin. Alloh hammamizni aqlli bo'lishga nasib qilsin, kalva döt bo'lib qolishni Alloh saqlasin. Hammamizni tarixni sevishga, tarix o'qishga va xatoliklarımızdan ders ala oladigan, saboq qabul qila oladigan bir o'tkirlik, hushyorlik, bir angliqlik ato qilsin. Hammalarga rahmat, Allohga omonat.